Assalomu alaykum, здравствуйте. Salom. O'sha nima qilib? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qalay bo'ldi? Qanday hozir necha kun bo'ldi kelganingizga? Qanaqa holatda keluvdingiz? Men kelganimda xasab bilan tura olmas edim. Aha. Avvalroq kelganiga 10 kun bo'ldi. Kelganlarida Hozir ko'rsating. Agar qanday yurganingizda, shu kelganingizda qanaqa yurardingiz? xasab bilan yurishardi. Sababi davleniya ko'tarilganida gipertonik kriz bergan. Gipertonik kriz berganda hisobiga bosh miya qon aylanishi buzilishi bo'lgan. Shunga bir tarafga tortib ketgan, ha? Ana endi hozir xastani qo'yib qanday yurasiz? Bir ko'rsata olasizmi? Ko'rsataman. Ana. Ana. Ey yashang, rahmat. Iloyim, bundan ham yaxshi bo'ling. Xudo xolasa, mana biz bu lichenini boshladik. Hammasi kelgan nimalar, kasallar hammasi yaxshi tuzalib ketyapti. Shunda nima bitta bir og'zim nima deysiz? Ayting. Kichik qizim. Qolib turdi. Nimada taassurotlaringiz qanaqa? Yoqdimi sanatoriy? Yoqdi. Qizlar zo'r. Voy, hamma yo'ldan zo'r. Hamma yo'l. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldim. Charchoqlar chiqdi. Uchigani nima ayting? Hozir o'sha to'g'ri bexasta yuryapsiz, ha? Iloyim, Xudo xolasa Vajnopam yoshlari necha? 65 ga kirishgan. Kelganlarida shu muvozanat yo'qolgan edi. Yaxshi yurish olmas edi. Hozir mana bemalol hassasiz, bemalol yurib yurishaveradi. Stabilniy, holat stabilniy. Xudo xolasa nima deydi, o'zlariga ahamiyat bersa, unaqa holatdan qaytarilmaydi degan umiddamiz. Mana Xudo xolasa, mana yoqqan bo'lsa, qachon bo'lsa siz uchun eshigi ochiq. Любой время telefon qilib joyda nima qilsangiz, yana sizga hamma tarafdan uslubga bor. Siz birinchi klientlardan bittasi edingiz. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi. Rahmat, sizga ham rahmat. Sog', yaxshi bo'ling. Hozir o'sha hamma joydan jalb yo'q, o'zingizni yaxshi чувствовать qilyapsiz, ha? Yaxshi. Xudoga shukr. Mayli, sog' bo'ling.